Sog' bo'lgur aka-ukalar, nima deydi cho'ja? Noyabrskiy 4 kilo 900 tarozida realniy hozirgi holati. 2 marta bekor chiqilib, mosiga puldan solinadigan narsa aka-ukalar. Haqiqiy zo'r. Mana xo'rozni kallaylar aka-ukalar. Mana uni aytadi zo'r deb. Tengini tengsiz aka-ukalar mana. Xo'rozni parlari ham. Xudo xolasa yoshini oldi polvon. O'ta polvon gazlari ham zo'r, tulovlari 100% yetib keldi. Mana pixlari aka-ukalar. Masalan, oyoqlari ham toza mana. Chotki. Hamma joyi joyida 2 marta bekor chiqib, pastga qo'ygan polvonni puldan solish kerak aka-ukalar, xolos. Haqiqiy zo'r so'raganlarga, zo'r dishqozlariga beraman aka-ukalar. Xolos. Xuddi korpuslarni ham ko'ringlar, jonivorni. Chempion. Joni sog' bo'lsin. Ishqibozlar chiqaverasizlar orqaga. Katta cho'javatchi. Aka-ukalar, mana xolos. Hozir bekor chiqildim. Joning sog' bo'lgan. Aqli yetgan xo'roz olib kelsin. 4 kilo 400. Aqli yetgan odamini qizig'i yo'q aka-ukalar. O'ldirib qo'ymasa aytaverasizlar xo'rozni. Mana xo'rozni parladi. Bu xo'rozni 4-5 kun oldin tashlab bergan edim. Juda ko'pchilik chiqqanini so'rab, xo'rozni mana qilar, mart cho'jasi. Xo'rozni o'ldirib qo'ymasa aytasizlar, o'ldirib qo'ymadi deb. Buni maqtash, pitga olib chiqishlar yomon, chemiz uchun yomon. Badani ham odam qo'rqib ketadigan darajada. Jonivor, aka-ukalar 4 kilo 700 ni qiroli bo'ladi. Ammo puli qimmat. Zo'r pul berganga sotaman. Lubbo'yisi maza qiladi aka-ukalar. Jonim sog' bo'lgan. Aka-ukalar, mana kecha bekor chiqildimi cho'ja? 800 dollarga Namanganga berdim bu cho'jani. Kecha bekor chiqilingan cho'jani. Radnoy hamtana tovuqi. Joning sog' bo'lgan. Naqd tuxumda, ko'tida tuxumi bilan aka-ukalar. Mana makiyodi parlari ham, kallaklari ham, mustomonlar. Haqiqiy zot qilaman deganga aka-ukalar, yaxshi pul berganga beraman. Bilasizlar, hadib makiyon tashlamayman. 10 bor narsani tashlayman aka-ukalar. Mana odam 1 yil vaqt sarflagani arziydi, xudo xolasa. Mana ikkita aka-ukalar bular. Ikkalasi ham tuxumda. Makiyonni parini qaranglar. Joning sog' bo'lgurdi. Juda katta makiyonlar. Ishqiboziga beraman aka-ukalar. Haqiqiy zot qilaman deganga, mana makiyonni qovoqlari ham. Yorvoradi bala berishdi, xudo xolasa aka-ukalar. Pastga qo'yib ikkalasini ham. Joning sog' bo'lsin mana. Aka-ukalar, gazlari ham hamma joyida. Joning sog' bo'lsin. Zot qilaman degan chiqaverasizlar orqaga. Shu kecha bekorchi bo'lganda Radnoy ham tanaladi. Joning sog' bo'lsin. Naqd tuxumda. Aka-ukalar, joning sog' bo'lsin. Kecha bekor chiqilingan qizil to'yda Radnoy ham tanasi. Buni undan ham yomon uruvlar aka-ukalar, yurib kaltegini. Bu 4,5 4 kilo 600 hozirgi holat aka-ukalar. Buni tomonlarni ko'rsatib biroz. Shu jarlarga kelganlarni jo'moldi. Mana xo'rozni parladi aka-ukalar. Polvonligi ham, gazlari ham. Haqiqiy chempion cho'ja aka-ukalar. Xudo xolasa bu cho'jani bekor chiqib beraman. Yurum kaltegini ko'rsatib, maza qilasizlar aka-ukalar. Haqiqiy xo'roz ekan deysizlar. Qo'yib yuboring pastga polvonni. Yurish turishini bitta ko'ringlar aka-ukalar, xo'rozni formasini. Joning sog' bo'lsin polvon. Chempion. Zo'rini boqaman degan chiqaverasizlar aka-ukalar orqaga. Kecha bekor chiqilingan 800 dollarga sotilgan Radnoy. Joning sog' bo'lsin polvon. Aka-ukalar, cho'jaga bitta baho berasizlar. Fevralda cho'jasi 4 kilo 800 tarozda turibdi. Cho'jani bu parlari aka-ukalar mana. Korpuslari. Cho'jani mana dastalari, pixlari aka-ukalar. Haqiqiy yurum kaltagi zo'rini so'raganlarga 5 kiloda o'ynaydi tarozida aka-ukalar, xudo xolasa. Hozirgi mashq holati kami 4 kilo 800. Cho'jani mana parlari. Polvonliklari, gazlari aka-ukalar. Oldi korpuslar. Haqiqiy zo'r ishqibozlarga aka-ukalar. Hamma joyida cho'jani. Mana yaxshi pul berganga ishqiboziga beraman. Cho'jani yurimidan kaltegini ko'rsatib beraman aka-ukalar. 2 marta bekor chiqib, mosiga yaxshi puldan o'ynasa bo'laveradi behijolat. Xudo xolasa yaxshi narsa. Hamma joyida, korpuslari ham,
parlari ham, kalla ko'z tumshuqlari ham o'ziniki, aka-ukalar, hamma narsa. Mana, joning sog' bo'lgin. Tozalanish qog'ozlari chiqarasida aloqaga. Ukalar, cho'jani ajali. Joning sog' bo'lgin. Tengini olib kelaverasizlar, qo'yib beraman. Bir marta bekorchi bo'lib oldi. 4 kilo 400 hozirgi holati. Kalliklarni ko'ringlar. Buni tomonlari mana. Ajab. Mana cho'jani parlari. Ikkala oyog'ini urib yomon soladi qiq bilan, aka-ukalar. Kaltaklari ham, o'zi ham o'ta yomon. Qo'yib yuborib pastga qo'ygan. Bitta tomosha qilgan xo'rozni. Xo'rozni erkagi bo'ladi bu. Juda yomon. Haqiqiy zo'rini so'raganlarga beraman mana. Jonim. Ishqibozlar chiqarasizlar aloqaga. Aka-ukalar, cho'jaga bitta baho berasizlar. Fevralda cho'jasi 4 kilo 800 tarozda turibdi. Cho'jani bu parlari, aka-ukalar mana. Korpuslari. Cho'jani mana dastalari, pixlari, aka-ukalar. Haqiqiy yurum kaltagi zo'rini so'raganlarga 5 kiloda o'ynaydi tarozida, aka-ukalar, xudo xolisa. Hozirgi mana shu holati kami 4 kilo 800. Cho'jani mana parlari, polvonliklari, gazlari, aka-ukalar. Oldi korpuslari. Haqiqiy zo'r ishqibozlarga, aka-ukalar, hamma joyida cho'jani. Mana yaxshi pul berganga ishqiboziga beraman. Cho'jani yurimidan kaltagini ko'rsatib beraman, aka-ukalar. 2 marta bekor chiqib, mosiga yaxshi puldan o'ynasa bo'laveradi, bexijolat. Xudo xolisa, yaxshi narsa. Hamma joyida, korpuslari ham, parlari ham, kalla ko'z tumshuqlari ham o'ziniki, aka-ukalar, hamma narsa. Mana